Myunxenda Xitoy tajovuzlariga qarshi norozilik namoyishi olib berildi. Dünya Uyghur Qurultayının o'rinlashtirishi bilan 2018 yili 6-oyning 15-kuni Germaniyaning Myunxen shahrida sabdoshlar uchrashuv faoliyatiga qatnashish uchun dunyoning har qaysi ellardagi sabdoshlarini bir araya jam qilib, Sharq Turkiston Milliy ozodlik harakati tarixida o'chmas iz qoldirgan 1988-yildagi 15-iyun o'quvchilar harakatining 30 yilligini o'rtaq xotirlash uchun hayit kuni bo'lishiga qaramay Myunxendagi Xitoy elchixonasi oldiga jumadan keyin to'planib, norozilik namoyishi olib bordi. Ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkiston universitetida 1987-yili qurilgan Pan madaniyat uyushmasining tashkilishi bilan Urumchidagi minglagan universitet o'quvchilari 1988-yili 6-oyning 15-kuni Xitoy tajovuzchilarining zulmiga qarshi ko'chalarga chiqib, keng ko'lamli namoyish olib bergan edi. Bu qitimqi namoyish 1985-yili 12-dekabr elib berilgan o'quvchilar namoyishidan keyingi yana bir qitimliq zo'r ko'lamli harakat bo'lib, zamonida Xitoy tajovuzchilarining ko'p aloqazodi qilgan va Sharq Turkiston xalqining milliy uyg'unish harakatiga turtki bo'lgan. Natijada mazkur harakatni qo'zg'agan Pan madaniyat uyushmasining raisi Dolqin Aysa, bosh kotib Voris Abobakir qatorliq yetakchilar oliy maktabdan qo'g'langan, ko'plagan o'quvchilar jazolangan edi. Bu yil 88-yildagi shalliq harakatning 30 yillik xotira davri bo'lg'achqa, muhojirat yashayotgan bu harakatning tirik shohidlari bu tarixni xotirlash orqali Sharq Turkiston xalqining tavranmas irodasi, sunmas ro'yini namoyon qilish tashabbusida 2018-yil 6-oyning 15-kuni Roziyet kuniga to'g'ri kelgan bo'lsa-mu, Myunxendagi va dunyoning har qaysi joylaridan bu namoyishga kelgan ko'p sondagi Uyg'urlarning qatnashishi bilan Myunxendagi Xitoy elchixonasi oldida norozilik namoyishi olib bordi. Namoyish qatnashgan Germaniyadagi mustaqil faoliyatchi Zibibulla abla ziyoratimizni qabul qilib, namoyishdagi ta'sirotini mundaq anglatdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 2018 6-oyning 15-i, buningdan 30 yil burun vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda 1988 6-oyning 15-i o'quvchilar namoyishi deb tanilgan. Dunyoning har qaysi yerlaridan bugun mana shu Germaniyaga, Myunxenga sabdoshlar uchrashish deb kelgan barliq qarindoshlarimizning Avstraliya, Kanada, Turkiya, Yevropadagi davlatlar va O'rta Osiyodan bütün shu sabdoshlar uchrashish deb bugun mana yeyitning 1-kuni 6-oyning 15-kuni juma namozidan keyin Xitoy konsulining oldiga berib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi yeyitimizni yeyit qilmasdan yeyit namozini o'qib, jumaga tayyorlik qilib, juma namozini o'qib bo'lib, Xitoy tajovuzchilarining konsuli oldiga berib, mana buningdan 30 yil burun 1988 Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur musulmonlariga haqorat qilgan so'zlari, Uyg'urlarning erlarini qul qilamiz, ayollarni xotin qilamiz deb mush shakllarda haqorat so'zlariga qarshi buningdan 30 yil burun vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda o'quvchilar namoyish deb tanilgan 1988dagi shu namoyishni xotirlash uchun bugun Germaniyaning tarixiy shahri bo'lgan Myunxen shahrida Xitoy tajovuzchilariga qarshi Xitoy konsulining oldida az deganda 10 davlatdan sabdoshlar uchrashish qarindoshlarimizning birligi bilan shu namoyishga qatnashgan, shu namoyishni o'rinlashtirganlar bilan birga bugun mana Germaniya Myunxenda Xitoy konsulining oldida ozgina kam 2 soatdagidek namoyishni elib bordik.